Bekrahnika, bayağı gibimizin düşünemeye okşayla. Bu kulüp, Sametchandek müşündek futbolda talantı var ballarını nişanlık terbiyelep, numara yıllık, hatta memleketlik müsabakalar katlaştırdı. Bu ballar çoğun müsabakalarda netice yaratıp nam çıkarıp kalsa, kulüp bilet kirim arkalık, çıkımını qamdapla qalmay yana payda yaratdı. Ballar o yerda öz istiqbalini tapqandan sırt yurtimizga, hatta dövlətimizga şan şərəf keltirdi. Ballarning bexatarlik masalasi kelsak, bu ishda Patigulning o'ylagani balki qini deb baqsin. Mundaq ishdi Bekirka. Мәлімізге Тұрғын камның толық отырдық едіған қыз Гүлжамал менің оқуғычым. O qız hazır her şembeyi şəhər kirib kursda oqatıdı. Əgər sizlər qoşulsızları, Səmətcanı şu qız əkirib elib çıxsa tamamen buludu. Dada futbol klubu qatnışa üçün mağul digine. Sen tolu çoğun adamın gibi qoşuqsanmay, cim otur ha? Müdür, sizlər nemi deysizlər meylə? Mən balın tonunmaydığı adamdan quluq tutquzanmayım. Nemi küzağının şundusu eğitse? Bal çoğun qıldım deb, nem bala qaldı bu xəxulə? Qanda degen gel bu. Şığılmağına balam, şığılmağına. Bula bizge. Gün oldu telefonla amma avatıda. Pulumni ililip yo'qoldi bu hamda. Estağfurullah, estağfurullah. Oy, Sametcan, ne buldu? Yıqlapsan qoy. Nima yıqlaysan? Hadi köpekille. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Yanımayım ben kepte. Mana. Kim? Oy. Qanday Fatigul xon tizliq turiblar, undan turishiblar. Qani o'tirasizlar. Qani. Men bir choy demlayman. Oldu alarımızla. Otur. Bak gapni bir anlayıp deb demilsanmi? Ulgursa. Otur. Şunda, kəslə. Tanıştırıp qoyay. Bu yaq Arzu futbol klubunun ternet Dilşat sizlərdən görüşəlib gələn. Sizlərlikə futbol klubunun başlığı olamla? Yo'q, men turnira Bekirka. Bugun sizlar Sametjon ile futbol klubimizni bir ko'rib kelandikin deb taklif qilib kelishim. Agar vaqtinglar yetsa, hozir o'zlan bir klubni bir ko'rib kelmaylik Bekirka. Bu Sizlər əmdiklərinizlər bu klubqa nurgun kişilər ballarını əkirmən deb əkirəməydi Bekirka. Səmətcanın bu klubu tanlanğanlıq həmmimizin xoşalınarlıq işi. Şunun üçün əmdiklərinizlər. Şuna qılaylı. Bekirka, menimcha Sametjon avval berib qatnashib baqsin. Agar davomli bağız kelmasa, xalqa vaqti to'xtab qolish bo'lar emasmi? Dada avval bir ko'rib qo'yish uchun ma'qul digine. Görüp bakalım daha. Daha olsa görüp baksak görüp bakayım. Şunda qılinglar da. Köygen yetmedi zaten. Köygen yetmedi. Ben Çay pay. Xo'sh, rahmat. Yana bir mo'rt kelar Bekirka. Sattu da quruqli chiqdan bo'ldinglar. Sat bo'ldi bir arab kelganda. Bir quruqli mağdan bunlar Dilshatjon Fukam. Şu. Fukam, ma hesap emas, qayt kelmas shuma. Va Patigul xonim. Bekirka başa Vaqtli.
Qiyimjon, ahvolingіз yaxshimi? Voy. Assalomu alaykum. Qanday chiqibman? Qanday Qiyimjon? Ahvol yaxshimi? Shakkacha tez qilib yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi? Qani. Uyga kirdi. Rahmat. Uyga kirmaydi. O'tib ketayotgan qarsak, ikkingiz ochiq ekan. Ko'rishib o'tdik. Obdan bo'pti. Ha, Qiyimjon, bu uzumni bu o'yliq besib tutdik-ku. Iskilatimiz sal kichik kelib qoldi. Shunga vaqtincha mishak besib qo'yib turdik. Ha, yaxshi bo'pti. Ha. Kooperativga yangi a'zo qabul qilishni o'ylashqininglar bak yaxshi bo'pti. Ko'pning kuchi ko'p bo'ladi. Bu keyingi taraqqiyotinglar foydali, Qiyimjon. Shunday sekretar. Kooperativga bizmi pay chek bo'lsak deganning soni kundan kunga eshibyotdi. Mana bu dehqonlarimiz idisining bag'ansir uyg'un o'tganligining ifodasi. Shunday. Lekin sizga jafo bo'lib qoldi. Yo'q. Biz yordam qildik, qanday bo'lsa tortmay davrim. Rahmat Ahmadjon. Elimo bizning ishlarimizni shunday yaxshi qo'llayapsizlar. İşlerimizmi shunday ravon yurishyapti. Shunday. Zavodimizmi ishga kirishib, mahsulot ishlab chiqarishga boshladi. Endi dehqonlarning onalari hargiz besilib qolmaydi. Lekin mush uzumlarni qo'ldan chiqarish biroz tasvildigan o'xshaydi. Bu yil uzum bak o'xshadi. Uzum bozori biroz kasod. Qiyimka, mening Urumchida meva savdosi bilan shug'ullanadigan bir necha yaqin do'stlarim bor. Men shular bilan aloqalashib, sizning uzumlaringizni setib chiqarishingizga yordamlashay. Voy, rahmat. Bu shunday qiling avkam. Rahmat. Arzimaydi. Qiyimjon, biz mang'ashtirlar. Sen odarashishimiz var. Voy, bu choy ichib menlamda. Rahmat. Emas, men uzumda elimni. Rahmat. Allah. Ma'qul emas? Ma'qul.
Dada, ben Beijing'e vardıgan buldum. Oy, ne dedin? Nege? Beijing'e vardıgan buldum. Beijing'e? O. Manda dedi ha. Nimdi de balam, neye vardıgan buldum? Beijing'e müsabakana kıl vardıgan buldum. Beijing'e vardı ki Beijing'e. Rastlaydı. Sametcan memleketlik yaş ösmürler futbol müsabakasına katılıştığanı Beycan'a bardıgan boldu. Oy canım balam. Valla erkek katlamayken ben. Mana benim balam diye bana. O valla erkek. Dostluğa apırışqa bizning oyda 10 odam bordigan bo'ldi. O nimancha az? Jiqaroq kasb bo'lmamdi. Shu sizlarni jabba tatib qolmasın shunday o'ylashibdi. Voyjon, jabba bo'lib ketmaydi. Bu degan cho'nglarning tunji yuz ko'rish tursa. Bo'ptilar. Bu degan cho'nglarning ishi. Ey, endi bizning shirkatga yenib kel. Yerimi bak kechikib ketdim. Biz bu faqatli yetishib olmay qoldik shirkatning ishlariga. Shu o'tganda xo'jayinga bu ishni degandim, jim turib oldi. Meni faqat qo'yib bergisi yo'q. Shunga qandoq eg'iz etishni bilmayapman. Meningcha rost ketmadi. Aniq odam bo'lgandan keyin cho'qim to'g'ri tushunadi. Ma'qul. Maraz. Endi o'tganda deyishgandek uyni bizning cho'ng o'yda tutamizmi? Xafa qilmaysanmi? Voy yoqay. Endi sizlarning shirkatga qaytib kelganki, ishqi billi berib, billi kelamiz. Shungash o'yini nerdan tutsak bo'laverdi. Uning ustiga cho'ng uyda tursak, ota-onamni xush bo'ldi emasmi? Uy tutadigan shu kunlarimiznikilar. Ne ala? Amine xanım, meymanlar, tamakta ağzına tetime akşmam da yiyişmepler. Ne okşaptı? Kenemli yiydi. Amine xanım, endi bir yeydiganım yep bolduq, endi bir qo'ydiganlarimizni qo'yib be. Nim qilmaymi? Shunday qiladi. Endi matas qalında bir yig'ishtirib o'tsa xapamay. Allah'ın nikahı halal olsun der. Bir xon meze, bir petnis tuzumuz var ki. Vay rahmet. Toydun keyin turmuşları navattek şiirin üstünde bir petnis navatumuz var. Vay rahmet. Çaydek mihir muhabbetlik ısık olsun der bir petnis çayımız var ki. Vay rahmet. Karir hanım balamğa bir to altın zıbzintimiz var ki. Rahmet. Neyim Allah? Rahmet. Matoyluk 20 koy pulumuz var ki. Rahmet. Bir avar buluşapla, balı özlerinin olgan diken bunda kaymışsın boldu. Kaymamdıgan, kançlak kaysak erbiydi. Özleriniz berxenim özleri gibi işgonleylek çekinmez. Abdurrahim Can'a bir peltoluk jın rehberken. Vay rahmet. Kim bolsun mu emde? Rahmet, bizge kaymışsın boldu. Rahmet. Kudularımızga, ırıqtıqqanlığa, kelinki oğanlığa bir az bolsun bir ko'nglimiz var ekan. Voy unda qilishmasin bo'ldi. Rahmat. Xaşıqlar, unda qilishim turib bo'ldi. Jiqqa aşıqlar. Rahmat.
qilsak bo'ladi. Hem bir daha kılıp etmeyin mi? İşlerimiz var tügüde hem de. Özürden bima igisi. Daha qilib asla. Özürden gelsin. Hoş miyim? La ya amin. Şirketimizge yanıdan bir mehman geldi. Singlim Faridaning shirkatimizga ishga tushganligini qizg'in qarshi olamiz. O'tganda Mahmudjon ikkimiz Urumchiga berib, meva sharbati ishlab chiqarish uskunasiga zakalat berib qaytib kelgan edik. Hali mol Qashqarga kelib bo'ldi deb menga telefon keldi. Birozdan keyin Mahmudjon, Qaysar üçümüz berib darhol kelgan uskunlarni topshirib olaylik. Qolganlar bölüngen vazifelerni astoydil ishlab turinglar. Farida, siz shahrimizdagi cho'ng kichik talla bozorlari, choyxona, restoranlarningki arxivini turg'izib, darhol materialni tayyor qiling. Ma'qul. Mahmudjon, bizga uskuna sotgan shirkatningki texnik xodimi qachon yetib kelgandek? Aloqlashdingmi? Aloqlashdim. Shirkat direktori texnikimiz bek aldirash. Mushu bir necha kun ichida yetib bordi deydi. Qanda degan gap bu. Palani kuni deb aniq vaqtni bekitish kerak-da. Uskunani bizga sotadigan vaqtida qil topolmay qoldi. Uskuna yetib kelgandan keyin uni darhol qurashtirib ishga kirishtirishimiz kerak-da. Shu emasmi? Qani, men bir telefon qilay. Aka, avval malni topshirib, boshqa gapni yo'li mang'ash deyishmamdi. Shuna qilaylik. Amisa vazifa aniq bo'ldi-ku. Ajnaq bo'lsin. Sercan, senin to'y ishingga az qoldi ukam. Ammo to'y ishini deb shirkatning ishi oqsab qolmasin, juma. Har ikkisini tan etmangasa. Xotirjam bo'l aka. Endi to'yning ishini deb shirkatning ishiga ta'sir etmasam bo'lmas. Xotirjam bo'l aka. Qaysarning yetishgan yerini o'zidan ismini qo'shib ishlab qolsin, to'liqlayman. Ya bunaqa ishlarni. Mayli. Oğlum, toyning vaqti bektilib bo'ldi. Bo'g'iz qudularimiz mo bek o'tdan haqliki. Qaraganda qududan ta'limimizga o'xshaydi. Biz endi cho'nglarning ishini bir-birlab qilaverli bo'lam. Siz o'z ishingizga puxta bo'ling. Pul lozim bo'lsa degash turing Ma'quljon. Ma'qul ana. Endi hozircha o'zimning yig'ib qo'ygan azoq pullarim botdi. Shuni ishilib turay. Baribir sizlar deyman-ku. Voy bolam, qanchalik yig'dingiz? 10 ming qo'y. Voy iqilliq bolam, voy chiroyliq bolam. Voy qanday yig'algansiz uncha pulni? Voy buni dadingiz anglagan bo'lsin, toz xo'sh bo'lib ketadigan bo'ldi. Lekin cho'ng chiqimlarda yana sizlarga eg'irini solamiz shu. Undaq demang bolam. O'g'il o'ylash ota-onaning farzi. Eng muhimi, siz baxtli bo'lsangiz, biz shunga xo'sh. Ukan, gapiga qaraganda, ularning bizga avatgani biz degan uskuna emas ekanda. Lekin tashqi qiyofatiga qarab baqsam, rasmdagiga o'xshash turdi-ku. Sirtqi shakliga o'xshash bo'lgan bilan, biz zakaz qilgan emas-ku. Biz to'xtamlashib zakaz qilganda kuniga 5000 quti ichimlik ishlab chiqara oladi. Lekin ular bizga bergan bu uskunni kuniga oralab 3000 quti ishlab chiqara oladi ekan. Eng muhimi, bu uskunning sifati qat'iy yaxshi emas-ku. O ichimlikni ostirish cho'kib paydo qoldi ekan. Bunda bo'lsa mas'uliyatimizning sifatiga ham o'rtiq eg'ir ta'sir ko'rsatmadi. Ular bizni aldabdi-da. O texnik xodimning vaqtida kelmasligi mana mush sababdan ekanda. Mana ham hozir ularning hisobiga pulni urib oldik. Qanday qilamiz endi? Ularning shirkat direktori aloqasini almashtirib bersin. Shunday qilaylik. Qo'limizda to'xtamba, agar bizni qilaman desa, qonuniy vositadan foydalansak bo'ladi. To'g'ri dedingiz. Biz avval telefonda so'zlashib baqalaylik. Ular yine o'zlik bilib turib olsa, biz darhol advokatni maslahat ilib Urumchiga boraylik. Ma ishning aldirash vaqtida bu chataqni endi.
Ko'pchilik. Biz ichimlik uskunasi setib olish ishida biroz o'ngsizlik uchirdik. Bizga mal sotgan shirkat bilan aloqalashsak, ular mas'uliyatni tan olmayotdi. Shunga Mahmudjon ikkimiz Urumchiga yana bir qatim bormoqchi. Zavod qurilishining kechikib ketmasligi uchun har qaysilarning jafoga chidab, ismini qo'shib ishlab, har qaysimizga bo'lingan vazifani yaxshi o'rilishinglarni umid qilaman. Mahsulotimizni boldiroq ishlab chiqarib bozorga solsak, amgigimizning natijasini boldiroq ko'rsak, meningcha hammamizning hodiga chiqadi deyman. Shundaqmi ko'pchilik? Shundaq. Mahmudjon, biz menishni tayyorligini qilaylik. Qolganlarimiz shu bo'lingan vazifa bo'yicha ishlarga puxta bo'lamiz, ha? Oğlum toyga atab 10.000 koy tayyorlapsa, buni anglab bek hoş bo'lib ketdim. Bu senin çoğunluğunda ata ananın ecrini his kıyğanlığını tushundirdi. Rahmat dada. To'y qilaman deb elimizlik og'ir javob oladigan bo'ldim. Undaq deme balam. Seni ölü kuşaklık kılıp alsak hemmimizden adık çıkıdı. Anlasam anandan pul ağını unamapsa bu taze epleşmepti. Üzen toygu jıkkan pulun ne? Toydun ki üzen işlet. Hadırca zürür tayarlıkın için ma 20.000 köy pul. Yetmeye kalsa yani biz bak. Bo'ldi dada. Elimiz sizlar qiz tarafga 20.000 ko'y opadinglar. Endi sizlar shu oshigul pul chiqaringlar. Men yenimdagini xashlay. Yetmay qolsa do'stlarimdan qarz olib keyin qaytarib olsam bo'ldi emasmi? Balam, dadingizning degani to'g'ri. To'ydan keyin bir muncha chiqim bor sizga dexe. Yangi uyni uy qilmoq bek tas. Elinga. Amsa men 10.000 ko'yni olay. Hamma ig'irchilikni sizlarga solsam bo'lmas. Emesi meyle. İnsafınğa rahmet bula. Yani bir iş. Sen şirketinin işleri bilen aldıraş bulap toyga tayyorlik qilolmay qoldim. Men Qayımcan akam bilen telefonlaştım. O sana 2 gün vaqt berdigan bo'ldi. Muş vaqtni chim tutib Feride kız bilen ilişki tegislik narsalarni elib elinglar. Dada, unda qilsam shirkatning ishiga ta'sir etib qoladi. Akamni tanqis qo'ymagansan? Yo'q. Akam allaqachon bu ishni o'ylab yetib bo'lgan. Balam, shirkatning ishini qiling. Va to'yning vaqti to'xtalib bo'ldi. To'yning ishini qiling. Kechikib qolmasin balamjima. Ma'qul. Oy. Mana, mozoyning notchini tırlab keldim o dada. Balam ne iş bu kaldı? 4 mün köy kaldım dada. Gözden maltılıydı. Ha, yaş balam. Endi kichik inimizning to'yi bo'lgandan keyin yaxshisini tanlab olmasak bo'lmas dada. Tanlab qo'y. Alloh. Çok. Yaxshi balam ishlar. Xizmatchilarga ta'sir etib qolam balam. Ma'qul emsa, Erkinjonni eliblam udullam kaslar. Aynur kızım toyunun tayyorligini qilish biray deb idorasidan 3 kunlik so'rabdi ekan. Hozir kelgan bo'ldi. Ha, Ro'shangul ko'rinmaydigan ha? Ha, balam, Ro'shangulni bir ish qilib yurgandim. Yordam berishi, yaqindan qo'llab quvvatlash ostida zavodimiz yaqinda ishga kirishtirilish oldida turibdi. Chamamcha zavod ishga tushgandan keyin kuniga 1 tonna ana sharbat ishlab chiqara olamiz. Bakrahim to'g'ri deydi dada. Bu shavotda asqatmagan qo'shnining qo'shnidagi ulan Bakrahim. Nima balam? Elimo necha 10 yildan beri bu qo'shnilar bir-birimizga esqatishib, urug' tuqqandimni bekrak
yıl inak ütüp geliyorsunuz. Bunda belen koşullarını tapmak ters bu. Çak koyun da çak. İşçilerimizin texnik egellash ahvoli shu. Xili yaxshi. Şanson barliq texnik xodimlarimizga texnikani astoydil obdan o'tib oldi. Qashqar shahri Bo'ston meva sharbati pishiqlab ishlash zavodining yo'q qish murosimi hozir rasmiy boshlandi. Azizane diyorim var. Vay, kaçtede